Assalomu alaykum azizlar, aziz kanalimiz a'zolari. Bugun biza o'quv markazimizdagi o'quvchilar bilan mana shunaqa chiroyli joyga keldik. Ziyoratgoh o'zi bu yor, lekin bemalol ovqat pishiradigan joylari, o'tiradigan, dam oladigan joylari bor. Xudo xolasa sekin-astalik bilan ko'rsatib boramiz. Juda ham chiroyli. O'zi oldin shayxni bir tarixda bir shayxni dargohlari bo'lgan bu yoq. Muridlari bilan Xudo xohlasa ko'rsatib boramiz. Anaqa qo'yib Nima ishlayam bo'ladi. Yaxshi Allohim. Olmani ham chiqib yetkazganiga shukr Allohning. Shaftolilar, o'riylar, kechqurun kirsa. Chiqib chiroyli. Bo'lsin, u kishini ahli oilalari, ashabi ikromlarga durud va salomlarimiz bo'lsin. Allohim o'zingga shukr, bergan ne'matlaringga, ko'rsatgan kuningga shukr. Robbim duolarimizni ijobat etadigan, gunohlarimizni mag'firat etadigan, xatolarimizni o'chiradigan, ayb nuqsalarni berkitadigan zot o'zingsan. Ilohim o'zing gunohlarimizni kechirgin, duolarimizni ijobat etgin. Ijobat bo'lmaydigan duodan o'zingdan panoh so'raymiz. Mana shunday Hozir ovqatga tayyorgarlik, ovqatga harakat. qanaqa ovqat ekan? Menyuda nimalar bor deydi. Ayniqsa men o'zidan kech qilib hayajon bo'ladi bizda. Pastda suv bor. Hozir ko'rsataman. Chetda yuribdi oyi. Ustoz shunday bitirib bermayapti, video qilib olaman. Ustoz, shunday video olaylik. Keldi umid bilan men adimda vitamin kelardi-ki. Nima aytmading? Ustoz o'sha savollarga Qaysi? Oy xudo.
Eh. Bular buloq suvlari. Shunaqa shirin, shunaqa toza. Bo'ldi. Mana bu yerda salat qilishyapti. Bu yerda qabrlari bor. Qaysi biri kimniki to'shni bilmaymiz, lekin katta ehtimol bilan shayx qabrlari mana shu. Bu yerda boshqa qabrlar bor. Oila a'zolari, shogirdlari bor deyishadi. Mana bu boyagi qabr. Bu yerdan bu yoqqa o'tamiz. Alloh o'tganlarning gunohlarini kechirsin, savol so'rovlarni oson qilsin. Biz o'tirdik, mazaq piknik qildik. Mana hozir yig'ishtirib olishdi. O'sha qanday bo'lsa shunday qilib supurib. Chaqmog'im chaqvatdi. Kelganimizda xabar olsa yaxshi bo'lib turuvdi. Mana endi sekin havo boshqacha bo'lyapti. Shunaqa bir bog'lari, o'simliklari shunaqa chiroyli. Adam xonasini kelmaydi. Mendan yo'q, kim oldi xonasini? Biz aylanib yetib keldik. Mana markazimiz. Yomg'ir rosa yog'di, yog'yapti hali ham. Tomosha qilganinglar uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.